Argentinalik futbol afsonasi Hugo Armando Gatti Messini na jahonda na Argentinada eng zo'r futbolchi deb hisoblamaydi. Hugo Armando Gattining so'zlariga ko'ra, Lionel Messi tarixdagi eng yaxshi futbolchi emas. Hugo Messi na Cristiano Ronaldodan, na Peledan yaxshi. U hatto Argentinaning eng yaxshi futbolchisi ham emas. Messi Diego Maradonaning soyasiga ham yaqinlasha olmaydi. Hatto Di Mariyadan ham yaxshi emas. Men uchun Di Mariya so'nggi yillardagi eng yaxshi argentinalik futbolchi deya ta'kidlagan. Shuningdek, Gatti Qatardagi jahon chempionatida ham Messi eng yaxshi futbolchi bo'lmaganini, bu sharaf Kylian Mbappega tegishli ekanligini aytgan. Bu fikrlarni aytgan shaxs argentinalik futbol afsonasi Hugo Armando Gatti bo'lib, uning qarashlari ko'p munozaralarga sabab bo'lgan. Argentinaliklarda ham qari bilganni pari bilmas degan maqol bor. Siz Hugoning fikrlariga qo'shilasizmi? Kimdagi dushmanlarim men bilmagan bilgan